Minecraft, lekin biz hech qachon o'lmaymiz. Maqsadimiz esa Enter Dragon'ni zabt etish. Bugungi videoda hech qachon o'lmaymiz modidan foydalanib ko'ramiz. Videoda lekin shunday bir holatlar bo'ldiki, meni o'lishga majburladi. Lekin ko'ramiz bu videoda Enter Dragon'ni zabt eta olar ekanmanmi. Video boshlanishidan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Chunki bizning maqsadimiz yozgacha 1K bo'lish. Demak, biz videoni boshladik. Taxta chopamiz. Demak, biz hech qachon o'lmaymiz, chunki shunaqa mod. Ana u yerda qishloq ko'rganim, qani suvda tagiga tushib ko'ramiz. Suvda adashmasam cho'kib o'lishimiz kerak. Qani o'layotganmizmi yo'qmi? Mana bu yerdan verksiya yasab olaman, 4 ta taxta. Keyin verksiya yasaveramiz. Hozir qani yorasan, mod ishladi, demak o'lmayapman. Okey, endi tepaga chiqib qishloqqa boramiz. Mana bu yerdan o'tolmay qoldim. Endi mana bu yerdan chiqamizda qishloqqa boramiz. Okey. Mana bu yerda edi qishloq mana. Demak, men qishloqdagi narsalarni olib chiqaman va buni sizlarga tezlashtirib ko'rsataman, zerikarli bo'lib qolmasligi uchun. Qani ketdik. Shunday qilib qishloqni ham o'marib bo'ldim. Faqat mana shu qoldi, xo'sh. Mana bu yerdan sandiqdan bir foydalanib, normali bu yerdan ham kerakli narsalar chiqdi. O'zim aslaha kerak emas, o'lmayman u. Lekin baribir kiyib olgan yaxshi. Okey, bularni kiyib olamiz. Qilich va ezurat kerak bo'lib qolar. Bitta qilichni qo'lga, ikkinchisini ham qo'lga. Mana buni olamiz. Okey, endi ana bu yerda galim ko'rganim, galim bilan urushaman, chunki baribir u meni o'ldira olmaydi. Tepaga chiqib u bilan urushatmayman. Mana. Umuman urayotganlar ta'sir qilmayapti. Men esa bemalol uni urib o'ldira olaman. Galimdan ham normali temir tushadi. Ana nechta tushirgan. Uraylikchi. Okey, ana o'ldi. Normali temir tushdimi degan ozini keyin ko'ramiz hozir. Mana bu yerdan ularni ham olib olamiz. Mana bu chetdagilar kerak emas. Yetarli. Endi mana bu yerdan nezerga ketish uchun lava bor edi. Ana shu yerdan bitta nezer portal qurib olamiz. Tak, versak kerak endi. Versakni qo'yamiz mana bu yerga. Okey, endi o'zimga kerakli narsa paqir. Nollarni ham olamiz. Ana yerda zombilar bittasi oltin kiyim kiyib olib yurgan ekan, ular kerak emas. Suv yaqinroq bo'lish uchun mana shu yerga 4 ta suv olib kelib qo'yamiz, chunki 4 ta suv cheksiz suv degani. 4 ta suv ko'payib ketaveradi, kamaymaydi hech qachon. Keyin mana bu yerdan suvga borib kelyapmiz. Shunday qilib suvlarni ham olib bo'ldik. Endi versakni olaman. Xo'sh. Endi ozgina temir kerak. Mana bu yerdan olamiz. Temir emas, tosh kerak. Xullas, o'zimga yetarlicha tosh ham olib oldim. Endi toshlarni qo'lga olamiz va mana bu yerdan portal qurish uchun, portaldagi lava boshqa joyga tarqab ketmasligi uchun mana shunday narsa qurib olamiz. Videodagi ba'zi qismlar zerikarli bo'lib qolmasligi uchun sizlarga tezlashtirib ko'rsatib yuboryapman. Ko'rib turganingizdek, boya meni jodugar o'ldirdi. Demak, men damlamalardan va effektlardan o'lar ekanman.
Mana bo'ldi, portalni ham qurib bo'ldi. Endi zajralka uchun fintdan ko'mir tushirishim kerak. Ko'mir emas, fintdan shu zajralka yasash uchun narsa tushgan shag'allar. Men bir suvni tagiga o'lmaymiz va shag'allardan ozgina olib olamiz. Bu sekin ishda suv tagiga ishlash qiyin. Okey, birinchisi bor. Ikkinchisi sanchi tezroq anisindi. Shu bizni vaqtimizni olyapti faqat. Agar video yoqayotgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang, chunki bizning maqsadimiz yozgacha 1K bo'lish. Albatta, bunga sizlarning yordamingiz bilan erishaman. Va keyingi video nima haqida bo'lishini kommentariyaga yozib qoldiring. Endi bu shag'allardan o'zimizga o'sha zajralka uchun kerakli bo'lgan narsalar tushadi-ku, o'shani tushiramiz, fintni. Ya'ni o'shaning nomi fint deyiladi. Qani qo'yilmayapti-ku. Ana. Endi bularni sindiramiz, ichidan fint tushishi kerak. Ovqatlanib olaylik. Hozir chunki ovqatlanmasak sekinlashamiz, lekin ochlikdan ham biz o'lmaymiz, faqat sekinlashib qolamiz. Bu sekinlik bizga minus bo'ladi. Tezroq men Enter Dragonga yetishim kerak. Qishloq topganimiz bizning omadimiz keldi. Demak, qishloq topishmaganimizda hozir ancha qiynalgan bo'lardik. Okey, tushmayapti-ku. Endi tushsin. A few moments later. 190-urinishim va tushdi. What the fuck, juda ham ko'p vaqtga o'tib ketdi. Zajralka tayyor. Endi portal quramiz. Portalni yoqamiz deganim. Portal qurib bo'ldik-ku. Okey. Yonamni noto'g'ri qurib qo'yibman. 4 ga 4 quribman. Demak, pastda ikkita blokni olib tashlaymiz. Qani, ketdik. Mana buni sindiramiz. Tezlashtirib ko'rsatib boraman. 2000 years later. Mana sindirib bo'ldim. Mana bu yerda ikkita lavani olib qo'yamiz. Portalga yo'l ochiladi keyin. Ikkita lavani bu yerga, mana bu yerda yopmasam hozir lava tarqab ketadi. Loy bilan yopib qo'yamiz. Bu yerga bitta lava va yana bitta lavani hozir olamiz. Ustidan suv qo'yamiz. Va obsidian portalimiz tayyor. Mana endi suv mana bu yer yopilib qoldi bu deya aytgancha. Ha, bu yerda bu yerda bor edi. Olishimiz shart emas buni taydagini. Olamiz qo'yamiz ana bu yerda. Okey. Birdaniga suvni ham olamiz. Yoqamiz. Biz birinchi bosqichdan o'tdik desa ham bo'ladi. Agar bosqichlarni oddiy olam, Nether va End deb olsak, biz o'zi Netherga yetdik desak ham bo'ladi. Chunki portal tayyor, shuncha kerakli narsalarni olib, keraksizlarga ajratamiz va o'zimiz ketamiz. Mana men keraksiz narsalarni ham ajratib oldim, narsalarni oldim. Endi Netherga ketish uchun butkul tayyorman. Demak, ketishyapti, lekin Netherga ertalabmi kechqurun degan narsa yo'q. Shuning uchun hozir ham yo'lga tushaveramiz. Siqilmanga o'xshab ketdi boshi. Netherning yaxshi tomoni, hattoki men hozir lavaga ham cho'kmayman Netherning. Hozir mening omadim bastion, ham ana bu yerda oltin bloklar, ham ko'kirman, ana bu yerda cho'chqalar bilan savdolashsam bo'ladi. Aytgancha men anoman-ku, oltin kiymaganman, lekin ular meni o'ldira olmaydi. Chunki modim ishlayapti. Hech qachon o'lmaslik modimiz. Mana bu yerda what the fuck bastion va qizil qala bitta joyda. Endi faqat anovlarni topsak bo'ldi. Ya'ni nima edi? Qizil qaladagi blitratlarni. Mana ular armiya bo'lib oldimga keldi, baribir o'ldirish olmaydi. Shuning uchun bularni o'ldirib vaqtni ketkazmaslik uchun bu yerdan ketamiz. Va ana bu yerdan qizil qalaga chiqib olamiz. Omadimiz keldi, chunki hozir qizil qala qidirib, ko'kirman qidirib yurgan bo'lardik. Agar boshqa joyga spam bo'lganimizda. Bu sit haqida agar top 10 ta Minecraft seed videosini yaqin orada olsam, ana shu sitni qoldiraman. Bu sit menimcha speedrun uchun juda ham mos. Okey, endi tepaga chiqamiz.
Agarda bu video sizga yoqayotgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lganingizdan so'ng bu videoni do'stlaringizga ham ulashib qo'yishni unutmang, chunki ular ham ko'rib bu videodan qoniqishi mumkin. Shuning uchun videoni ko'rib bo'lgach, uni do'stlaringizga ham ulashib qo'ying. Albatta bu kanal rivoji uchun katta hissa qo'shganingizda bo'ladi. Yo, bu yerda piglilar armiyasi bormi? Yo, men Nether skeleton bir-birlari bilan qo'yishinglar. Chunki Nether skeletonni zahridan biz o'lishimiz mumkin. Ular birdaniga Nether skeleton o'ldirib, menga hujum qilishni boshlashdi. Qochaman bu yerdan, bor yo'q boshqa ish yo'q. Mana bu tomonlarga borib ko'raylikchi. Mayli o'ldiraman. Okey. Mana o'ldiramiz. O'lsin. Okey. Mana ikkita qoldi. Toshki sizlar o'qlaring menga ta'sir qilsa, hech narsa qilmaydi. Okey, ana o'ldi bu ham. Endi ana bu tomonga borib ko'raylikchi. Yo'q, u yerda Nether skeleton bor ekan. Ana yo'q, Blizzard yo'q biz qidirgan. Demak, u yerga bormaymiz-da. Blizzard uchun boshqa joylardan teparoqdan hozir chiqib qidirib ko'raman. Quvolamaydi-ya, uzoqda ekan. Okey. Kelmasin nima bo'lsa ham. Xo'sh. Endi bu yerdan kelib qoldi. Urdi. Voy, chiqib olishim kerak. Mana bu yerdan sakrayman. Voy, zarar tushdi. Bir dona jonim qoldimi? Bir dona jonim. Va, o'ldim. Yo'q. Voy, o'ldim. Vattafa, yaxshi ham qishloqda spawn bosib qo'yganman. Tezda borishim kerak endi. Ketdim. Albatta, yo'qolgan narsalarim yaxshi ham portaldan uzoqqa ketib qolmaganman Nether uchun. Shuning uchun narsalarimni albatta topaman. Okey. Effektlardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Va mana narsalarimni ham topdim. Ularni yig'ishtirib olamiz va davom etamiz Blizzardlarni qidirishga. Okey, bironta ham narsalarim qolib ketmasin, barchasini yig'ib oldim. Yaxshi, endi tepaga chiqaman va Blizzardlarni topaman. Menimcha hech narsam qolib ketmay, yaxshilab yana bir qarab olaman. Okey, endi tepaga chiqsam ham bo'ladi. O'z zo'rg'a chiqqandim, yana tushib ketib, chiqib bitirishda qiynalamiz. Xo'sh, buni kiyamiz va kirka bilan hozir ko'ppala yer bloklarini sindirib, Nether yer bloklarini tepaga chiqamiz. Boshladik, mana ularni sindirib olaylik. Okey, ko'proq olishim kerak. 13 ta yetadi menimcha. Yetadi. Chiqdik. Voy, tushib ketdim. Sakralmay qoldim. Nega bir blokdan ham sakralmayapsan deyishingiz mumkin, chunki One eternity shu darajada later. qotyaptiki, buni iloji yo'q deyapti. Endi tushib ketmasdan chiqishim kerak. Endi ham tushib ketsam sharmanda. Minecraft o'ynamasam ham bo'ladi. Mana bu yerdan kirib olsam bo'ladi. Tepada Blizzard, okey. Endi tepaga chiqamiz. Blizzard bor. O'zbekiston. Mana bu yerga nima qo'yib bo'lmayapti? Mana bu yerga qo'yib bo'lmayapti. Qotyapti. Endi tepaga chiqamiz, ana shuni zina qilib. Mana ikkita Blizzard bor ekan, qani bulardan ham narsa tushar. Meni o'rdida o'zi ham tushib ketdi. Yaxshi, tepaga boshqa bo'lmasa bo'ldi. Mana ikkita bratishkalar. Bularni ham olov menga ta'sir qilmaydi, lekin baribir ham jonim kam desam, normal bor ekan. Bularni endi o'ldiramiz. Birinchisi ketdi. Va undan tushdi, mana bundan tushsa yaxshi bo'ladi. Olov o'tyapti. Tepaga chiqib olayin. Tepada, chunki sal balandroqda-da. Men bilib chiqqan ekanman. Mana bu yerdan Nether skeleton kelib qoldi.
Endi mana shunday qilib yurib, asta-sekinlik bilan Nether skeletonni urib yubormaslik kerak. Okey. Tepaga chiqsam, yo'q, tepaga shart emas. Yo'q, tushib ketib qoldim. Endi qochamiz. Chunki Nether skeleton bor. Mana shu yerdan chiqib olsam. Qotma Minecraft, normaliy mana ular olov yoqimsiz. Lekin skeleton ham menga tegmayapti. Pastga tushsam ekan. Chunki bular olov hozir otayveradi olov. Mana meni ko'rdi. Birinchi chunki skeletni o'ldiramiz, keyin ularni o'ldiramiz. Yo'q, yana ko'rmabdi. Pastga tushamiz bir donaga. Okey. Ana ko'rdi, okey. Endi o'ldiramiz buni. Voyti. Bir blok adashgan ekanman. Ekran ham ko'rinmayapti, hattoki olov otganini mana ular. Bu uchun hozir blizlardan qasos olamiz. Ana. Voy birodar, xavotir olma. Joying jannatda bo'ladi. Prosta hozir sen Netherdasan. Lekin mana bu yerdan ham o'ldirishga qo'ymayapti seni bliz. Lekin o'lasan, qo'rqma. Yana otadi. What the fuck. Qani hozir buni o'ldiraman? Qani shu vaziyatda mana bunday qilsam, boramanda o'ldirib yuboraman. Qani. Yo'q, qotdi-da, rasvo chiqdi Minecraft. Hattoki men atrofni Minecraft uncha ko'rayotganim ham yo'q. Shunchalik ham olov ko'p otilganidan. Mana buni sindirib olib, endi uramiz. Okey, endi blizlardan qasos olamiz. Chunki blizlar bizni ko'p asabga tegdi. Lekin bu havoda turgan ekan, hozircha tegmay turamiz. Yo'q, mana pastlashyapti. Yo'q. Mana bu yerda ham blizlar bor ekan, shularni birinchi o'ldiramiz. Faqat tushib ketmasa o'liblar ham. Mana. Yo'q, mana. Okey. Qarang, nechta bo'ldi? Ikkita bo'libdi. Hali biz ko'p yig'ishimiz kerak. Boshladik. Yo'q, kema. Eng qo'rqadigan joyim mana shu Wither skeleton bizni o'ldirib qo'ymasa bo'ldi. Chunki keep inventory yoqilmagan, bir qachondir qaysidir videoga endi keep inventory yoqib o'ynayman server videolarga. Mana bu yerda bir dona bliz bor. Okey. Ketdi. 1 2 3. Normalli, u yerda ham bor blizlar. Meni ko'rdi, voy. Chekinamiz. Okey, mana bunga to'g'ri borsam ekan, 3 ta bo'ldi. Voy. Afsus, endi qaytamiz endi. Mana bu yerda ham hali umuman bir shok vaziyatda qolib ketdim. Umuman hech narsa qila olmayman. Olov betdi juda ham to'sib qo'yapti afti. Ekranni. Shun sal chekinamiz endi. Mana bu yerdan ko'raylikchi. Yana bliz bor edi-ki, birdan uchib ketmagan bo'lsa, o'shani o'ldiramiz. Okey, hozir mana shu yerga turay. Yo'q, mana keldi. O'zi ajalni qidirib keladi-da, bular. Okey, bitta o'ldi. Hech narsa tushmadi. Lekin 4 yana 3 ta bor. Mana ana. Mujiklar ketmaylar. Mana yana bir dona. Yana bitta zarba tegsa o'ladi. Yetmayapti. Ana yana yetdi. Lekin undan ham tushmadi. Faqat mana shu qoldi. Xullas, blizlarni ham o'ldirishim juda ham ko'pga cho'zilib ketgani uchun, ulardan kamdan kam tushgani uchun, ularni hammasini sizlarga yana tezlashtirib ko'rsatib yuboraman. Yo, normalli joyga qolib ketdim. Voy, o'lishimga oz qoldi ya. Mana bu yerda ursam o'larmikan? O'ladi. Lekin men o'zim ham o'lib qolishim mumkin. Shuning uchun o'zi bir dona jonim ham qoldi. Shuning uchun mana shu yerdan
Ozgina o'tiramiz, jonim to'lishini kutamiz. Oziqlansa ovqatdan jonim so'radi. Ayniqsa nondan. O'ldirishga harakat qilsamkana. Mana bu yerdan endi ozgina o'zimizga timillikka olamiz. O'zimiz uchun vaqtinchalik baza bo'ladi. Endi mana Xos. bizga hech narsa qilay olmaydi. Mana o'ldi ham. Okey, endi chiqsam bo'ladi, chunki bundan boshqa hech narsa bizni qo'rqita olmaydi. Kirka bilan o'ldirib turamiz. Qilichim sinib qoldi. Ikkinchisini olishga ulgurmayman. Mana oldik. Ikkinchi qilichim singanmidi ya? Shuni ozgina kutamiz. Yopamiz. Mana bu yerda ozgina qo'yamiz. Va shu joyda eslatma, kanalimizda 53% odam obuna bo'lmasdan kuzatyapti. Siz buni to'g'rilashingiz kerak. Agar 53% odam yana obuna bo'lsa, bizning obunachilar sonimiz taxminan 800 ta bo'ladi. Sizlar esa buni to'g'rilashingiz kerak. Va biz videoga qaytamiz. Okey, yana mana Nether skeleton keldi, urdi. Voy. Ammo hali bundan qo'rqmaymiz. Faqat kirka bilan o'ldirishim qiyin bo'lyapti, chunki kirka baribir kirkada. Mana bu yerdan ham lava, olov otib bilinglar. Jonga tegishdi, Zaynab qo'yardi. Okey, yopay oz olov uchib keladi yanim. Okey. Mana yana yopib qo'yamiz. Hozir 12 ta jami menga qizil tayoq o'sha anavi bo'ldi. Endi esa biz bemalol faqatgina ender ko'zlarini yig'ib olsak bo'ldi. Demak, albatta video yoqayotgan bo'lsa videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Chunki boya aytganimdek 53% odam bor yo'q obuna bo'lmasdan kuzatyaptilar. Albatta buni sizlarning yordamingiz bilan to'g'rilayman va men yerda bilinglar keldi va bularni o'ldirib qochib ketaman, chunki men qilichim bor ekan-ku, ko'rmabman. Hozir biz bilsa yo'qchalar bemalol bizga yetarli, baribir ham hozir bu xalaqit beradi, shuning uchun o'ldirib riskga qochib ketamiz. Mana bir ikki olib olamiz. Okey, o'ldiramiz. Nice. Bularning orasidan hozir o'tib ketaman. O'ldirishdan ham ko'ra o'tib ketish kerak bu yerda. Juda ham ko'pki bular. O'ldirmasdan o'tib ketsam, o'ldirish kerak, qasos olish kerak. Shunchalik ham ko'p bo'ladimi? Yo'q. Mana shuni o'ldiraman, yetarli. Ana bu yerda Wither skeleton bor ekan. Ya'ni Nether skeletonmi, Wither skeletonmi, nomini bilmayman. What the fuck, yana yashirinamiz. Chunki ozgina ko'plik qildi men uchun, chunki otayveradi olov va men olov bilan ko'rolmayman hech narsa. Xo'sh, jonim kam ovqatlanamiz. Bunchalik qiyin bo'ladi deb o'ylamadim. Yaxshiyam hech qachon o'lmaymiz. Moda bor menda, agar o'lganimizda bundan battar bo'lishi mumkin edi. Hozir yo'l ochiq, bemalol o'tib keta olamiz. Ana magma slime menga tashlanishi mumkin-da faqat. Xo'sh, mana skeletonni o'ldiramiz. Mana buni zarbalar baribir tegmasa kerak. Demak, buni o'ldiramiz. Minecraft yaqinda yangilanish keldi va unga hozirda Minecraftda 2 xil slime bo'lsa 3 xil bo'ldi. Ya'ni hozir mana shunday magma slime, yer ostidagi yashil slime, endi esa droplarning ichiga solsa bo'ladigan slime bor. Albatta, u versiyani Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Menimcha hamma Minecraft yangi chiqqan live'da ko'rdi. Endi biz mana bu endermenlarni o'ldirib, endi ko'zlar terib olishimiz kerak. Birdaniga barchasiga hujum qilaveramiz, chunki baribir o'lmaymiz. Qayiq ham kerak emas. Qochib ketmasalar bo'ldi. Mana va bularni ham o'ldirish juda ham ko'p vaqt oladi menimcha. Hali bir dona ham bo'lgan, deb faqat blogga tushdi. Qo'lidagi blog emas, menga ender marvarti kerak. Mana bunga ko'ziga qaraymi? Yoraymi? Mana shu yerda kutamiz. Keladi endi. Kel. Erkakda. Yo'q, emas. Yo'q, yana hamma. Mana yo'q qilishim kerak. Boya kerakli vaqtda umuman bo'lmadi bunaqalar. Lekin hozir keraksiz vaqtda juda ham ko'p bo'lyapti. Video yoqayotgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Chunki sizning layklaringiz va obunangiz kanal rivoji uchun juda ham muhim. Va menda birinchisi, ikkinchisi sizlarga tezlashtirib ko'rsatib yuboraveraman.
ikkita bo'ldi. Hali ham mana. Yo'q mana. Okey. Bundan tushmadi. Mana buni o'ldiramiz. Qilichim chidasa bo'ldi. Enter Dragonni menimcha tosh qilich bilan o'ldiramiz. Chunki bizda temir qilichlarimiz o'zi o'lishni boshlaganda joni ya'ni kamayishni. Bor yo'g'i 10 tala endirman o'ldirdim, lekin 2 donasi tushdi. Bir dona men mana bunaqa yasab oldim chunki qilich tushdi. Endi oltindan qilamiz. Oltin topishim kerak. Oltin menimcha yo'q. Kirka bekor yasabman. Okey. 3 ta bo'ldi. Ya'ni o'ldirayotgan joylarimni ko'rmay qolishingiz mumkin, chunki faqat tezlashtirib ko'p joylarni olib tashlab shunaqa qilyapman. Vaqt juda ham ko'p ketadi. Va meni qilichim singan edi, qayiq bilan har bir o'ldirganimni ko'rsatib, ender marvaridlarni yig'ishni boshladim. Ketdi. One oltita bo'ldi. eternity later. Va nihoyat ancha juda ham ko'p vaqtdan so'ng men yig'ib oldim 12 dona. Endi portalga. Va nihoyat Netherdan ketamiz. O'zimizda hayot juda ham chiroyli Minecraft dunyosi. Nether sal menga uncha yoqmaydi. O'zimizni mir baribir juda ham go'zal. Qishloqlarni rivojlantirib bir imperiya qurib o'rsam bo'ladi-yu, lekin Enter Dragonga yetishimiz kerak. Unaqa video boshqa safar olaman. Chunki sizlar kommentariyaga qanaqa video olishimni yozib qoldiring va o'shanaqa video olaman. O'zi bilsangiz, obunachilar kommentariyaga qanday video olishni yozyapti va men o'shanaqa video olyapman va rejamda bor videolar bor. O'shalarni olaman. Zombi kirib oldi, baribir menga hech nima qila olmaydi. Okey, biz mana bu yerda 12 ta ender ko'z yaratib, anaviyasi nima edi? End portalga boramiz. Endi buni o'chiramiz. O'zimga nimadir yasab olishim kerak, chunki hech qanday qurolim ham qolmadi. Qidirishni boshladik. Tezlashtirib ko'rsatib o'raman baribir ham. Va nihoyat mana keldik, okey. Bu yer juda ham qorong'i ekan, yorug'laydigan modni ham yoki effect night visionni qo'shsam bo'lardi. Chet yoqilmagan. Endi menga bir ideya keldi. Hozir bir labirintdan battar ana topishimiz qiyin bo'ladi, ya'ni o'sha portalni. Shuning uchun kirib chiqqan yo'llarimni mana shunday bloklar bilan to'sib qo'yaman. Shunda topishimiz osonlashadi. Bitta joyga 10 marta aylanib yurmaymiz-da. Mana bu yerlarda ko'ramiz. Bu yerda hech qanday joy yo'q. Zombi haraqat qilyapti. Qoch. Baribir zombini urganlar o'tmaydi, tushunmaydi. Oddiy bot bular ham. Okey, ana yopdik. Aylanib yuraveramiz. Topishimiz kerak portalda. Dragamizni kutib ham qoldi. Menimcha hali topa olmasak kerak. Dragonni zahri hozir men o'ylayapman, effektlardan o'lyapmiz. Demak, dragonni zahridan o'lishimiz mumkin. Shuning uchun uning zahridan qochib ehtiyot bo'lib yurishimiz kerak. Mana bu yerda nimadir bormi? Hech narsa yo'q demak. Topishimiz kerak. Bosib qo'yaymi? Bu yerdan kirib, bu yerdan chiqargan joy ekan. Yopamiz. Bu mening juda ham ko'p vaqtimni oladi, afsuski shunday. Qani bloklarim yetarlicha aytgancha. Normalli o'zi bu yerga tushguncha yergacha tagiga kovlab kelganimizcha normalli darajada bloklar terib oldik.
Qidirishda davom etamiz. Umumiy shu topay olmaymiz. Tezlashtirib yuborsam ekan. Ha, demak bu yerdan o'tganmiz. Loy bilan yopib qo'yaman. Bu yerdan bu yerni ham yopaman endi. Mana shu yerda hozir bir ish bor. Mana endi men tezlashtirib yubordim. Kutubxona topdim, tillar va mana shunaqa kitob, xarita. Tezlashtirib yuborgan sababi bo'lmasa topay olmaslikda. Mana shunday holatlarni tezlashtirib yuboraman. Mana bu nimani xaritasi? Katta okean, qishloqni mana bu yerda. Xarita bizga kerak emas, qishloq ham kerak emas. Mana bu yerdan chiqib ketamiz. Suv toshgan ekan. Mana bu yerda ko'raylikchi. Yo'q, mana topdim. Mana nihoyat va yarim soat izlanishdan keyin topdim. Nihoyat topildi. Mana qurtlar bizga hech narsa qila olmaydi. Mana buni sindiramiz. Okey, endi qurtlarni o'ldiramiz. Kalta kesaymi o'zi bilan nima edi? Qo'ng'izmi? Yo'q, yana bittasi chiqib keldi. Okey. Endi portalni yoqamiz. Mana bu kerak narsalarni tashlab yuborib, keyin portalni yoqamiz. Kerak narsalarim yo'q menimcha. Ovqatim ham normal, ovqat qilib olmayman samonlarni. Mana bu yerda oltin yo'q ekan, ana o'taydi. Yo'q, oltin yotib olmas. Mana sal ana shu yerda yoqmagani sal g'alati ekan, qaranglar. Mana bu yerda bir chuqur bor. Mana yerdan lava chiqib qolgan. Albatta top 10 ta set videoga bu yerda ko'rsatib qo'yaman. Chunki bu yer juda ham g'alati. Bloklar singan, ba'zi bloklar mana bunday yo'q. Yo'q, mana bu yerda ham. Okey, nimaga lava bu yerdan o'tmayapti? Yaxshilab bu yerda aylanib chiqaydi. Normalli. Buni oqangizak portali. Okey, portal aktiv. Ana endi o'zimiz eng so'nggi bosqich, ya'ni Enter Dragon'ni ent olamiga keldik va let's go. A few Albatta moments Enter Dragon'ni later. ham zap etamiz. Okey, kirki bilan sindirib tepaga chiqamiz. Qilichlarim yo'q aytgancha. Hech narsam yo'q. Okey, endi mana boyagi bir ikkita marvartlar bilan mana shu yerdagi kristallarni sindiramiz. U qiyshiq. To'g'ri otish kerak. Tushamkan? Ha, tushdi. Va shunday qilib davom etamiz. Yo'q, o'ldim. O'ldim-da. Nenormallik. Omadsizman-da. Endi yana qaytib borishim kerak o'zimizning olamga. Mana qaytib keldim. Narsalarimni yig'ishtirib olaman. Tepada ham narsalarim bor edi. Shuni olgan tepaga chiqamiz. Kristallar o'zi kam qoldi. Okey, mana chiqamiz. Dragonning ovozi yoqmayapti. Yo, zahar otdi yana. Agar kamon va o'qlar olganimda eng baland ustiga chiqib qolganlarni kamon bilan ko'zlagan bo'lardim-da. Lekin emas. Bu yerdan versak olib qilichlarni yasab olamiz. Chunki endi biz tosh qilichlar bilan urushamiz. Qani 10 tala tosh qilich ketsa kerak Enter Dragon'ni o'ldirishga. Yana bilmadim. Yasaylikchi. Okey. Porcha qilich yasab olsam ham bo'lardi, lekin shart emas menimcha. Versayni sindiramiz. Yana shu kristallar juda ham ko'p vaqtni olyapti. Mayli, o'zini o'ldirishga urinib ko'ramiz. Kristallarni o'zini normalli sindirib bo'ldim barchasini. Enter Dragon'ni o'ldirishni boshladik bo'ldi. Okey, tushib ketdi. Jon to'plab kelaman desam, hozir sizlarga kesib tashladim o'sha joyini, lekin kristallarni sindirdim. Yo, zahar otdi, afsus. O'lamanmi? Yo'q. Va yana o'ldim.
Voy, omadsizman. What the fuck? Yana endi o'zimiz olamga qaytishimiz bilan yana shu yerga kelaman va ketdim. Mana bularni uramiz. Boshladik, ketdik. Давайте dragonni o'ldiramiz. O'z joni yarim qoldi. Okey. Qilich ketdi. Davay. Joni mana yarim qoldi. Ana uchib ketdi. Zahar otadi. Zahar otlasa bo'ldi ana yana. Enter dragonni zap etamiz. Davay bo'ldi. Ana. Oz qoldi. Qani qilich olay. Qani yedikdek qilich. Qotib qoldi Minecraft, afsus. Ana. Bo'ldi. Baribir yutamiz. Endi foydasi yo'q. Endi o'lmaymiz. Endi ham enter dragonni zap etamiz. Bo'ldi, o'zi joni oz qoldi. Barcha kristallarni men sindirib chiqdim. Mana bu yerga tupurdi ham hattoki. Video yoqayotgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Chunki bu men uchun juda ham muhim va zarur. Nega qalqon olganman, to'qib olmaganman chunki. Baribir men o'lmayman. Mayli. Va biz dragonni yengamiz. Ana, shu so'nggi urinish menimcha. Yutdik. Okey. Yutdik. Qochib ketilmay. Ana, enter dragonni zap etdik. Go, zap etdik. Epic sahna. Yo, mana bu yana kelib qoldi enderman. Normal endi tuxumini olamiz. Tuxumi kerak emas menimcha. Yo, olamiz. Yo, mana enderman ham ko'p asabga tegyapti. Tuxumini oldik, qaytamiz. Ko'rib turganingizdek men dragonni zap etdim. Hech qachon o'lmaymiz mod orqali. Endi esa videoni tugatishimiz ham aniq. Videoni tugatsak ham bo'ladi. Mana bu yerga boramiz. Tuxumni oldik. Boshqa qiladigan ishimiz yo'q. Ana bu yerda somon bor edi adashmasam. Epic sahna qilib sizlar bilan xayrlashamiz. Mana shu yerga tuxumni qo'y. O'zi somon ham chiroyli bo'lib turgan ekan. Qo'yamiz somonni. Mana epic sahna qilamiz. Okey. Demak, videoni shu joyigacha ko'rganlarga uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan Texnomeji bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Video haqidagi fikringizni kommentariyaga yozib keting va keyingi videoda nima haqida video olishimni yozib qoldiring. Xullas, barchaga xayr.